Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun Xudo xohlasa karomimizni ko'rgani keldik. 2 kun tinmay yomg'ir yog'di. Bugun 23-may. 23-mayga kelib karomlarimizni holati mana shu ahvolda. Usti salafanni ochib tashladik bugun. Quyosh chiqqani tufayli endi buni chanqatish kerak. Bo'yini ko'rsanglar, bo'yi ancha o'sib qolgan. Xo'sh, buni ustiga endi setka yopmaymiz, chunki yeri qurib, ozgina karom chanqab baquvvatroq bo'lishi kerak. Shunga salqin tushirish uchun setka yopmaymiz bunga. Nima desanglar, yomg'ir yoqqan tufayli-ku zahri qochmagan, zahri turibdi shundoq. Sal zaxini ketkazib, tomirini baquvvat qilish uchun. Xo'sh, bu karomimizni endi mana bu yashil setkani yopmay turamiz. Hozir bu yerda bir pochka ekilgan karom urug'imiz, naryoqda 8 pochka ekilgan karom urug'imizni ham ko'rsatib o'taman. Mana bu 10 pochka ekilgan karom ko'chatimiz. Mana bu 8 pochka sepilgan karom ko'chatimiz. Hali chimbarg chiqarmagan, endi chiqarishga harakat. Bunga ham mana bu setkani yopmay turamiz, chunki zahri ko'p buni. Ozgina kunda zahri ketishi kerak. Xo'sh, buni holati mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa chimbarg chiqarib qoladi bu ham. Xo'sh, karom ko'chat tayyorlash bo'yicha videolar qo'yib boryapmiz. Kimda tushunmagan joyi bo'lsa, savollari bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha, ilmimiz yetgancha javob berishga harakat qilamiz. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.